8+4 12 gigabayt azudan farqi bormi? Bor, yomon tarafga bor. Nimaga bunaqaligini bilib olishdan oldin RAM va asosiy xotirani qanaqa tuzilishini biz bilib olishimiz kerak. Masalan, 8 ga 256. Nimaga 8? Nimaga 256? Chunki 8 gigabayt RAM xotira atiga 8 bo'lsa ham u nisbatan tez ishlaydi. Nisbatan emas, 2-3 baravar asosiy xotiradan tez ishlaydi. Asosiy xotira nabarot obyomi katta, uni ishlash tezligi RAM xotiradan ancha muncha sekin. Misol, bitta zavodni tasavvur qilaylik. Zavod ichida stanok bor, ishlab chiqarish, bu yerda orqasida katta sklad bor. Xomashyo saqlanadigan. Bu yerda orasida kargo, pogrushklar, tez yoqqa bu yoqqa materialni tashiydigan grushklarni tasavvur qilaylik. Bizda asosiy xotira sklad rolini o'ynaydi. O'rtada yuradigan kargo grushklar bu RAM xotirani rolini o'ynashadi. O'rtadagi stanok bu protsessor. Shuning uchun 8 gigabaytli RAMga qo'shiladigan 4, 8, 12, 30 giga qo'shilmaydimi? 8 giga RAM baribir ham tez ishlaydi, qo'shiladigan gigabaytlardan nisbatan. O'shaning uchun unga qo'shiladigan RAM xotira hech qachon bir narsa foyda bermaydi. Ishlashida qanaqadir ta'sir sezilmaydi. 8 gacha qolaveradi. Men sizlarga hozir nisbatan tushuntirishga harakat qildim. Mana endi amalda bitta ko'rsatib beraman.